Tamakı ilgili gityapsam, burunqi zamonning velosipedini minib olgan o'ttir yosh bu akamiz diqqatimni tortib, paranglashmaslikqa ko'nglim faqatla unmadi. Akama velosiped nechinchi velosiped bu? U velosipedninki 30 yillik tarixi borligini menga degandan keyin uningga cho'qim bir ahamiyatli hikoya borligini his qildim. Tishdingizmi? Tishdingiz. Yaxshimi? Film tartibdan Ammo bizning turmushni xotirlab nas qotqandim aka. Qulaylikmi? Qulaylik. Bir so'rash baqali. Necha pul sotla? Rahmat. Nishqa 30 yil bo'pti endi buni qo'ysin qilib qo'ylar. Men taqab qo'yaka. Nima shunday deylar? Nima shunday yo'q deylar. Çoğunlar minge velosiped emasmi? Voya daldirdan qilib qo'ygan. Adamdan qilib qolgan velosiped bu. Shu bizdan bir kavib qolib ekanman, bizdan yerim cho'ylab ancha-muncha cho'nglarni eslab degandek. O'zgarib bir vaqt tamoqlanmayman qisli deb paranglashib qilamdim. Mehman qilsam bo'ldi, men tamoqlar mehman qilib olmayman, morojniy mehman qilsam-chi. Ay, bu chataq yo'q, morojniy ham Mana undavasi. Bo'ldi. Ajab, morojniy mehman qilib qoldi bu. Mening eng yaxshi Bayınbuloq markasidagi morojniy zavodim bor emasmi? Akamiz bilan qisqagina paranglash jarayonida o'ziningki birinchi yillikni tuzuk o'qimay turib 7 million mablag' bilan marojniy yasash uchun zavod qurib 70 ko'm paydo arpaqmoqligini anglab o'zimningki bu joyga to'g'ri kelganligimni his qilib yetdim. Bu hikoyani sizlarga tanamballayman. Bu nechinchi yil quryapti zavod, ne? 2022-yılı başlap 2025-yılı bitkazgan zavod bu. 3 yıl vaqt ketdi qurilish hamini qurash oldigan 7 million mablag' ketdi juma. 7 million. Dastlabda oddiy bir marojniy uchun tavakkul qilib 7 million mablag' sevayotgani rasli meni o'ylantirdi. Men Morojniy bo'lgan ishtiyoq bor emasmi? O'zim amroq keldim. O'zim amroq. Mana yemak-ichmak do'konim bor bir kitob. Necha kirlarcha? 40 yaxshi edim hozir. 40 kirlima. Men eng yaxshisini, eng tabiiy ishlab chiqaman deb, yaxshi malni ishlab chiqish uchun mendan mablag' ketdi. Maktabda o'qigan bo'lsam, qanday ish qilarkanman, maktabda o'qimagan uchun shu ishni qilib qolg'ashdi. Bir sinfni bitirib chiqib ketganman. Maktabda musiqa o'qimay, zavod qanday qisqaroq qildi aka? Men musiqa o'qiyapman endi. Men sizga dedim va endi morojniy bo'lgan ishtiyoq tufayli men keng ko'lamda bir ko'lamlashtirib baqa bizning yemak-ichmakni qoldirib yaxshi mang'oliq bo'lgandan keyin endi diyorimizda endi birdan bir tabiiy bo'lganda işte morojniyning kamchiligini bayqab shu bir keng ko'lamlashtirib baqaydi. Shu maqsad qilib qoldik buni endi. Tabiiy deb qoldi endi bu qanchalik tabiiydi. Voy bütün ushkularni juydigan ushkul bo'ldi mana bu. Halqma Allohda ishilib qoldik. Qilib qala go'zalchilik qoldiqlar qilib qolsa, men o'z avtomatik qaydirib akilib juydi o'sha. Bunimiz juydigan ushkullar. Odatnaqda xizmatchilar cho'qim kiyim kiyib kirdi ekan, ha? Ha, kiyim kiyib kirdi ishiga. Garchi mening bunday cho'ng tipdagi zavodlarni tushunish sloyidim bo'lmasa-mu, akamiz aytgandek shuncha bola tabiiy ishlangan marojniyning nemishqa tunilmaganligiga qiziqib, mushu oddiy film orqali sizlarga ko'z tutib qo'ymoqchi bo'ldim. Vaqt toshqandan keyin o'zi ochildi bo'lmasa, ochilmaydi qolgancha mashiklar. Taqa. Bizning ushkullarni juydigan suvmi shu? Ha. Odatki mineral suvdan necha pakiz tozalagan suvda juyildi men ko'rgan ekanman. Ushkulichi qo'yganlar buni qo'shilgan materialni faqat 4 xil, 5 xil. Sap süt, shakar, qaymoq, yerlik tuxum, shundan boshqa narsa. Tugdi. Men shu tabiiy ishlayman deb Japansal ko'p tortib oldim najilni yog'i. Qaysi markada? Bayınbuloq markasida. Bayınbuloq degan bizning bir sayohat rayonining ismi. Bayınbuloqda bütün millatligimizda 56 millatning hammasi taniydigan bir sayohat rayoni hamda. Nurg'un sayohatchilar kelib Bayınbuloqniki tabiiy sap havosidan o'zirilib ketadi. Shunga o'xshash bultonning yog'i bizning sap tabiiy morojniydan o'zirilib ketib qolmas emas. Sizlar u daq narsalardan boshqa narsa yo'q degan bo'lsalar, nima ish tuntamdi bu masalan? Nima uchun nima sabab bo'lib qoldi sizlarga? O zavod qurish jarayonida nurg'unlagan ongsizlar uchirdik. Nurg'un yerlardan qarz olgan bo'ldik. Unda qilib 7 million mablag' bilan qurib chiqqan bo'ldik. Undan keyin yana tashviqot ishlari kelgan chog'da biz mablag' yetishtirib olmadik. Shu sababdan bulta 10 ayning mayziga to'xtab qolgan. Hozir hamma narsadan boshib ketgan bilan cho'lpon bilan vanxonni bosh usib ketdi, o'zingiz bilasizlar. Unda shuning uchun endi mablag' yetishmaganlik sababidan to'xtab qolgan. Endi mana mayziga azoq tirishib, shuni orqash bo'lgan raylarga opirishga tirishyapmiz endi. Ishonchli qilmaydigandiki, buning ba'zi solgan materialni sanmasak, uskunlar normal mangmaydi ekan. Shu sababdan 3 qatim almashtirib to'g'ri keldi. Yana bir qatim akasam yana bo'lmay, nurg'un pullarni zavodni tutib olganmi bo'ldi. Men tabiiy ishlash maqsadida o'zimninki qarayib chin turib 3 qatim almashtirish orqali oxir muvaffaqiyat qozondim bo'ldi 8-oyda. Ishonchimiz bor, mahsulotimiz yaxshi bo'lganligi uchun shuni har qachonlar
Tuntumuz deb oturatımız hem de. Adli bir dihkan ailesinden kelip çıkan biz bir küçük ticaretçi yanındaş kıymetli vakıtta. Şu yemek içmek dükkan var, onun başımız zavut var böyle kişi yok. Ay meşmek tukallarım ba. Yemek içmek dükkan var. O kana tukalı o. Aşkana. Siz aşkına açıp aşkına açalım nasıl? Aşkana açayım ben. Kaç yıl oldu aşkına açıp kılı? Hesapta 10 yıl olub kaldı. 10 yıl kaldı. Mal kaçta kavurdun? Mal kaçta vardı da. Nurman iyalet zakas bağımaz mı? Ha. Onun malina temlik. Malina temlik marujini kaçta tuttu hazır. Bizim bu marujindan şican bu en yaxşı demeyim. Ama başında ecrimiz, mehnetimiz sındıca bununla. Şunun için biz en tabi en yaxşı da hemen şunda qarayımız. Qo'shnilar bilan qilamizlar? Bir şeyde biz yerden işlevat kaldı şu. Qo'shnilarni chiqib oldingizmi? Qo'shni qildim. Tantaraqqiy qildi deb o'ylabsiz? Tantaraqqiy qildi deb o'ylayapman. Qo'shnilar deb sevotmagansiz yetmadi qanchasi? O'zimizning bu cho'ng'iga yurti qazaq bo'lsin, to'pi qo'shayilda mishay saga ish bor shu. Yalan gapmiz. Aras. O'zimizning cho'ng'iga yeri bu mana. Unda siz hozir qilmoqchimisiz o'zingizni yurtda? Men tug'ilib o'sgan joymiz shu. Nyonay, Jidan, Naypi, Beshotam. Nasıl? O yalan gapmabdi juma Men aka. sizga dedim, men shu mujda tabiiy mal ishlab chiqdim deb hozirgacha chapalan tatvaga edim. 7 millionni saptimezam-ku. Ketmish ko'p deb baxmadim dedilar. Nima qilalar? Buni pokiz qilaman, shenzi qilib. Asta shu ta'min texima shu g'ayriylashtiriibdi. Voh, dispaxta bash. O'zal soz tash tushib ketgidek holatda bir sevasizlar buni aralashtirasiz yaqaq ko'rmasa. Yo'q, men onda qilishni o'ylab baxmadim. Bu oltin aman paqiraydi. Shunga o'xshash biz jonli qilib maqsaq, bu yil tunimizda kelar yil tunuydi. Kelar yil tunimizda 3 yil tunimizda 5 yil tunuydi. Shu maqsadda mening bu o'zimning o'rnaganlik uchun men qarayimda o'zgarmay shu bir niyat bir qarorda turib yasab kelyapti. Adam ham o'zimni emra olgan birdan bir shu vazifga ham shu mishayni ko'rib tursak, eslab turgan shuni bizdan berimdan maqtash bizdan minib turasam sizlar kelib qoldim. Dadlar uzunmayganmiz. 30 yillik tarixi var emasmi? O'zimga nisbatan hamda. Ama şu zavodimni qimmatli deb o'ylab shuni. O'sha o'zimga eng yaqin ishxonamga ajrab qo'yaqliq emasmi? Voy, ishxonaga kirib kelganmisiz bitni? Ishxonaga ajrab qo'yaqliq. Ne qilib qo'ylar o'smada nuqta? Asas bir şey turdi mana. Ha, oyoq qo'ylar. Nima yapoldim aka? Ochlikni birini olayman. Rahmat to'ydi. Men kiyimni beray, men qaytib qolay. Endi Birachlik yemamsizmi? Birachlik. Birachlik deyman aka. Solda bir joyga yapolman. Bunda birachlik yapma. yapaqsız. Mama birchilik. Ha. Birachlik yapaqsız bo'ldi. Markamızdan büyük ilan tatmağa lekin ilan tatmaymış batıldı. Endi marjinimizni yaptimi? Men hem de Aksu tarafta shu xizmatda yurgizg'achlarni qilib ancha mushkul tasib bilma, balki ustim emas. O'zimning bilishimcha men sizga shunday so'rab bir paqay. Siz masalan biz anaki shipini ko'rib paqaylik-ku. Zadi shunday jing ish qilayotgan odam zat tuntalaymi tuntamaymi men bizda paqay. Aldan boshlab ashba gapni o'zini jing qilib turib men sizga bir film yo'llab paqay, ko'rish qarab paqaylar. Yaxshi qilib qolsa qag'anaga anakin deyish paqamdoq. Qizlar paqamdoq. Men shu maqsadda, men sizdek odamdan birani bir aloqasi ishlarga bir hamkorlik maqsadda degan maqsaddim. Siz Alloh dariyadan chiqqanda kirgan kap tafsir bek yaxshi oldu. Bek yaxshi oldu. Men shu o'zim bir tirishib, o'zimning mahsulotini o'zim bir tunishtirish maqsadida shu xiyol qilib o'tgandim hozircha. An abayam degan to'g'ri akam shu bir cho'lpon obraz vakili qilib ketgansiz siz a? Addan boshlab o'zimizning markasi o'zimiz obraz vakili bo'ladi. Qanday? Bu o'zimizningki markasi o'zimiz obraz vakil bo'layli. Sizmi hargiz manda qilib qolsam, manda bo'lib qolanda bergiz uningda ko'nglinizda shak bo'lib qolmasin. Chunki rost gap qilgan odamga mendan bir ot tayyorlab qo'yadigan gap bor bu. Siz maydoningizga urib, mana shunday haqiqiy tabiiy 4 xil 5 xil narsalar ishlab chiqqan amina maslahat deb siz xotirjam maydoningizga urib chiqavering. Qaga ishtirg'i men o'zim bor. Ma'qul bo'ldi. Hamkorlashdikmi? Hamkorlashdik. Endi hozir boshlab ishga chiqib ketdik. Bo'ldi, chataq yo'q. Sizga rahmat, mehmonxonangizga ko'p rahmat. Arzimaydi. Sizdek bir adam bo'lsa, o'zimning tabiiy ishlab chiqqan marujni bir tetg'izalarligimdan o'zimni yaxshi qo'shib qoldim. Men shu bir o'z sababidan hozir sizdan tinchib qolganimdan yaraman.
Her işte bir hikmet var edemez. Velosipedini kömgen basız mandan markalık mı da bayımda var işte. Bir de tabii bakan meşruatının bağlılığını bilmeydim o zaman. Velosiped sebeplik mandan nurgun işlerini düşüngen bulduk. Hemkarlaştığını mı bulup kaldık. Şunun için bunun diki mandan musabımızı kılıp uzun okşaydık. Ma'qul, aka chiqmislar. Ma'qul, chaqirpaslar. Ma'qul. Naqta. Bunda biz etkilik Ma'qul emas aka. Ma'qul, rahmat. Pasha?